Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi rahbariyati hamda mas'ul xodimlari 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Qarshi Muruvvat bolalar internat uyida bo'lib, tarbiyalanuvchilar uchun tashkil etilgan bayram tadbirida ishtirok etdilar. Tadbir davomida viloyat bojxona boshqarmasi boshlig'i so'zga chiqib, bolajonlarni bayram bilan samimiy qutladi. Shuningdek, muassasada faoliyat yuritayotgan xodimlarning fidokorona mehnatini e'tirof etib, ularga minnatdorlik bildirdi. Bayram munosabati bilan tayyorlangan sovg'alar bolajonlarga topshirildi. Muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uyimizda juda ham ko'tarinki ruhda katta bir tantana uyushtirdik. Bojxona boshqarmasi rahbariyatlaridan ham juda ham minnatdormiz. Ular bizlarga o'zlarining har xil turdagi o'yinchoq, sovg'alari bilan bolalarimizni kayfiyatini juda ham ko'tarishdi. Bizning bolalarimiz mana shunaqa tadbirlar uyushtirganimizda, sovg'alar olganda ularning juda ham kayfiyati ko'tariladi. Bolalarimizning ruhiyatiga juda ham ta'sir qiladi. Yanada sog'lom bo'lishga, hayotga qiziqishi ortib borishadi. Uchrashuv davomida boshqarma boshlig'i internat uyidagi yaratilgan shart-sharoitlar, tarbiyalanuvchilarning yashash va ta'lim olishi uchun tashkil etilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Muassasa rahbari bilan uchrashuv chog'ida bolalarning har tomonlama kamol topishi, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda internat uyining moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash bo'yicha kelgusidagi rejalar va istiqboldagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Hurmatli prezidentimiz qaratgan e'tiborlari uchun, barcha bolalarimizni yaxshi, namunali ta'lim olishlariga, keyin reabilitatsiya xizmatlarini yo'lga qo'yib berganliklari uchun, o'zimizda ishlab, yaxshi rivojlanish cho'qqilariga, darajalariga ko'tarilishimiz uchun yaratib bergan sharoitlari uchun hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bayram dasturi doirasida tashkil etilgan madaniy tadbirda turli sahna chiqishlari, kuy va qo'shiqlar namoyish etilib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayniqsa Qo'g'irchoq teatri aktyorlari tomonidan sahnalashtirilgan ertak tomoshasi bolalar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Tadbir davomida yangragan musiqiy chiqishlar va kuy qo'shiqlar bolajonlarga bayramona kayfiyat bag'ishlab, ularning quvonchiga quvonch qo'shdi. Mazkur xayriya va e'tibor tadbiri bolajonlarga unutilmas taassurotlar ulashib, ularga ko'rsatilayotgan mehr va g'amxo'rlikning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi.